Dadasi, o'tgan hafta suv to'xtaganda kimga murojaat qiluvdingiz? Ijtimoiy tarmoqqa yozgandim. Shu kanal adminlari kelib suvimizni ochib beruvdimi? Yo'q, suv ta'minoti ishchi xodimlari kelib, quvurni to'lagandan keyin suv kelgandi. Esingdanmi o'tgan yili narigi mahallada quvur yolganda ham ijtimoiy tarmoqqa yozgandim. Suv ta'minoti xodimlari kelib to'g'rilagandi. Dadasi, qayga yozishingizdan qat'iy nazar baribir muammoni suv ta'minoti xodimlari hal qiladi-yu, undan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri suv ta'minotiga borib murojaat qilsangiz bo'lmasmidi? Qachon suv ta'minoti idorasiga boraman, kimga uchrayman? Undan ko'ra ijtimoiy tarmoqqa yozsam kelib qilib ketishyapti-yu. Idoraga borish shart emas. 1255 qisqa raqami bor ekan-u. Yo'q, qani? Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati 1255 qisqa raqamlariga yo'llangan har qanday murojaat qisqa muddat ichida ijobiy yechim topadi. Murojaat yo'llashda adashmang.